Assalomu alaykum. Bugun sizlarga tabiiy dori vositasini reklamasi Abdushe. Yo'lon aka, bu mahsulotni chiqarishdan asosiy maqsad nima bo'ldi aka? Asosiy maqsadimiz shu birinchi o'zimizda ko'rdik, sportsmenlarimizda, chempionlarimizda ko'rdik. Effekti rosa ham kuchli, rosa ham zo'r. Keyin bu narsamiz akamiz aytgandek, soch tolasidan tirnoqning uchigacha effekti bor. Qolgan ma'lumotlarni akamiz beradi. Yangi formatdagi torpedamiz xudo xohlasa mana chiqdi. Ya'niki har xil mashinniklar poddelkasini chiqarmasligi uchun bu nima vazifani bajaradi? Qarang, yurak qon tomi, yurakka stent. Voy qo'ymanglar, yurakka stent kerak emas. Shuning uchun qoningizni suyultiradi. Yurakni baquvvat qiladi. Glavni jigar sirrozni davolaydi. Sahrni diabetni tushiradi, ozdiradi. Sochni qoraytiradi, betni tiniqlashtiradi, ugurlarni ketkazadi, o't qopini davolaydi. Selezionka, ya'ni qora taloqda benihoya foydasi bor. Oshqozon, ichak, gemoroyingizgacha, prostatangizgacha, ayollar kasalligi, ayollar har bir kasallikka, mioma, kista deysizmi, bir turda kasallikka xullas. Ya'niki bu badandagi ortiqcha xolesterinlarni hammasini chiqarib tashlaydi. Yomon illat, hattoki rak. Ya'niki hozir juda bir dolzarb mavzu bo'lib turibdi. Rak kasalligi, yana bunga bir ikkita narsa qo'shimcha qilsa, Xudo xohlasa shifollahdan juda ko'p natijalarimiz bor. Xo'p deng, ishoning. Tushundingizmi? Tushundim. Rashid aka, bu g'oya qatdan kelib qoldi aka sizga? Bizning endi bar sport klubi sportchilarimiz ko'p. 12 ta viloyatda juda katta komandamiz bor. Shuning uchun biz bu sportchilarimizga foydali bo'lsin, xalqimizga foydali bo'lsin. Bizga buni foydasi emas. Bizga bu naborat bu sportchilarimiz ham, xalqimiz ham foydalansa, davolansa, sog'lom bo'lib yursa, eng birinchi o'rinda bizga shu. Demak, bundan asosiy manfaat u pribil boshqada emas, sportchilarga va xalqimizga sog'lom tabiiy mahsulotda reklama qilyapti.